Amerika Tashqi ishlar ministri Marko Rubio 14-mart Taylandni o'z ichiga olgan Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarishda mas'uliyati bor chet el hukumat amaldorlariga viza embargosi qo'yilganligini e'lon qilgan. Bayonotdan viza embargosining yaqinda 40 Uyg'urni Xitoyga qaytargan Tayland bilan cheklanmaydiganligi, uning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishda javobgarligi bo'lgan, hozir vazifasidagi yoki burun vazifa o'tagan sobiq chet el hukumat amaldorlariga qartilganligi ma'lum bo'lmoqda. Bu Amerika hukumatining tunji qitim Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishda javobgarligi bo'lgan chet el hukumat amaldorlarini javobgarlikka tortib, ularga viza embargosi qo'yishidir. Marko Rubioning 14-mart e'lon qilgan yozma bayonotida mundaq deyilgan: "Bugun men yangi viza cheklamasi siyosati e'lon qilaman. Bu cheklama Uyg'urlarni yoki Xitoydan qo'g'dashga ehtiyojli bo'lgan boshqa oz sonli millatlarni majburiy qaytarishda javobgarligi bo'lgan va yoki til biriktirgan, hozir vazifasidagi va yoki burun vazifa o'tagan sobiq chet el hukumat amaldorlariga yurgiziladi. Biz Xitoyning hukumatlarga besim ishlatib, Uyg'urlarni yoki boshqa millatlarni Xitoyga qaytarib ketish urinishlariga qat'iy qarshi kurash qilamiz. Bu kishilar Xitoyda tan jazosi va majburiy g'oyib qilib etishga uchramoqda." Marko Rubio ilgari Tayland hukumatining 27 fevral 11 yildan ortiq vaqtdan beri Taylandda tutib turilgan 40 Uyg'urni majburiy Xitoyga qaytarishining orqasidan yozma bayonot e'lon qilib, Tayland hukumatining harakatini mumkin bo'lgan eng qattiq iboralar bilan ayblaydiganligini bildirgan. Rubio shu qitimliq bayonotida "Biz Taylandning uzun muddatli ittifoqdoshimiz bo'lishi sifatida bu harakatidan qattiq cho'chidik" degan. Ayni vaqtda Tayland davlat mudofaa ministri Vachayachai 40 Uyg'urning bu yil 27 fevral Xitoyga qaytarilishi qarorini Tayland tashqi ishlar ministri, adliya ministri va o'zining birlikda chiqarganligini bildirgan edi. Marko Rubio bayonotida embargo qarorining darhol ijro qilinganligini bildirgan. Bayonotda mundaq deyilgan: "Men 27 fevral 40 Uyg'urning Taylanddan majburiy qaytarilishida javobgarligi bo'lgan yoki uningga sherik bo'lgan, hozir vazifasidagi va yoki burunqi sobiq Tayland hukumat amaldorlariga viza cheklamasi qo'yish orqali bu siyosatni darhol ijro qilaman." Bayonotda yana "Biz Xitoyning uzundan beri Uyg'urlarga qarshi sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat qilmishlari sababli dunyodagi har qaysi hukumatlarni, Uyg'ur va boshqa millatlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqiramiz" deyilgan.